43. Bab. Ey İsrail xalqi, sizlarni yaratgan Parvardigorning so'zlarini anglanglar. Ey Yaqubning avlodlari, sizlarni oprida qilgan Parvardigor mundaq deydi. Qo'rqmanglar, men sizlarni qo'g'dayman. Men sizlarni o'z xalqim bo'lishga chaqirgan. Sizlar menga taalluq. Sizlar chunqur sularni kechib o'tkuninglarda men sizlar bilan billa bo'laman. Sizlar daryolarni kezgininglarda shiddatlik iqim sizlarni iqitib ketolmaydi. O't ichida yurguninglarda sizlar kuyib ketmaysizlar. Sizlarga o't tutashmaydi. Men Parvardigoringlar Xudodurman. İsraillarni tanlagan muqaddas Xudo sizlarni qutqizguchinglardir. Men sizlarning o'rninglarga Misrni tutib beraman. Men yana sizlarni qutqizish uchun Kush bilan Siboni tutib beraman. Men sizlarning o'rninglarga boshqa xalqlarni tutib beraman. Chunki sizlar men uchun qimmatlik ham aziz. Men sizlarni so'yiman. Shunga hayotinglarni ular bilan tegishib, sizlarni saqlab qolaman. Qo'rqmanglar, men sizlar bilan billa. Men sizlarning avlodlaringlarni sharq va g'arbdan qaytirib kelaman. Shimoldagi hukmronlarga buyruq qilib, ularni chiqirib ber, deyman. Janubdagi hukmronlarga buyruq qilib, ularni tutib qolmanglar, deyman. Yiroq zeminlardan xalqim qaytib kelsin. Xalqim yer yuzining bulung puchqoqlaridan tortib qaytib kelsin. Men o'z xalqim bo'lishga chaqirgan xalqning hammasi qaytib kelsin. Chunki men ularni o'z shon sharifim uchun yaratgan. Men ularni oprida qilgan. Ko'zi ochiq turib kömügellerini çakırınla. Kuluğu turup anlamaganlarını çakırınla. Her qaysi elledikilerini yığınla. Barlıq xalq yığılsın. Ularning ilahlardan qaysisi muşu işladın bişaret bereligen. Kim ötmüştü boğan işladın xabar bereligen. Ular guvaçı ekilip ispatlısın. Guvaçılar bunun rastlıqıga guvah bolsun. Parvardigor mundaq deydi. Ey İsraillar, sizlar mening guvochilarim. Sizlarni o'zimning xizmatkorim qilib tanlagan. Men sizlarni menga ishonsin, meni to'nisin, mening sizlarning birdan-bir Parvardigoringlar ekanligimni bilsin deb tanlagan. Mendin burun başqa Xudo bo'lib boqmagan. Kelgisidimu ham bo'lmaydi. Men yegona birdan bir Parvardigorman. Sizlarni mendin boshqa hech kim qutqizolmaydi. Men burun aytgandek, ajdodlaringlarni men qutqizgan va ularni qutqizganligimni jakarlagan. Sizlarning yot ilohlaringlar buni qilolmaydi. Mening Xudo ekanligimga sizlar guvochi. Men mangulik Xudo. Hech kim mening qo'limdan qechib qutulolmaydi. Hech kim mening qilgan ishimni bekor qilolmaydi. Sizlarning qo'g'dug'ichinglar bo'lgan Parvardigor İsraillarni tanlagan muqaddas Xudo mundaq deydi. Sizlar uchun men Babılga qarshi qo'shin avatiman. Ular o'zlari maqtagan kemilarga o'ltirib, kechishga majbur bo'ladi. Men sizlarni tanlagan muqaddas Parvardigoringlar, İsraillarning yaratquchisi, sizlarning podshohinglardirman. Dengizdan sizlarga yo'l ichib bergan, shiddatlik iqindan sizlarni o'tkazib qo'ygan, Misrning jang harvulari, otlari, qo'shinlari, chavandozlari sizlarga
yopirilib kelganda, ularni biroqla yiqitib, qo'polmas qilivetgan, ularni o'chgan chiroqqa o'xshash yo'qtivetgan Parvardigor mundoq deydi. O'tmishdagi ishlarni unutinglar. Aslimalarga bog'lanib qolmanglar. Qaranglar, men yangi bir ish qilmoqchi. Bu ish endi yuz berishga boshlandi. Acaba, sizlar hech qilmadinglarmi? Men cho'llikda yo'l yasayman. Qumliqda daryo hosil qilaman. Cho'lliklardagi yovvoyi hayvonlar menga shukr etidi. Ularning ichida chilböra va tugi qushlarmi bor. Chunki men cho'llikda buloqlarni paydo qilaman. Qumliqda daryo hosil qilaman. Bulardan men tanlagan xalqim suv ichidi. Men bu ishlarni o'zim uchun, opriti qilgan xalqim uchun qilaman. Buning bilan ular menga madhiya o'qiydi. Ey Yaqubning avlodlari, sizlar menga iltijo qilmadinglar. Hey İsraillar, sizlar mendan bizor bo'ldinglar. Sizlar menga kuydirma qurbonlik qilishga qo'ylarni akalmadinglar. Hem boshqa qurbonliklarni qilib, mening hurmatimni qilmadinglar. Men ochliq hadiyalarini qilinglar deb sizlarga ig'ir yuk solmadim-ku. Menga isriq selishni talab qilib, sizlarni chorchitvatmadim-ku. Sizlar pul xarjlab, menga puroqliq kuja taqdim qilmadinglar. Qurbonlik go'shtlarining yog'lari bilan meni qanoatlantirmadinglar. Aksicha, sizlar o'z gunohlaringlar bilan menga yuk bo'ldinglar. Razillikinglar meni charchitvatdi. Men sizlarning itoatsizlikinglarni apu qilg'uchiman. Gunohinglarni esimda tutmayman. Sizlar o'zinglarning nemidan og'ringanliginglarni menga aytinglar. Men bilan munozara qilinglar. O'zinglarning gunohsizliginglarni isbotlab beqinglar-chu, qani. Hey İsraillar, sizlarning dastlabki ajdodinglar gunohkor bo'lgan. Shuningdan keyin sizlarning yetakchilaringlarmi osiylik qilib keldi. Shu sababdan sizlarning ruhoniylaringlarni sharmanda qilaman. Boshqa ellarning İsraillarni vayron qilishiga yo'l qo'yaman. Sizlarni xo'rliqda qo'yaman.